bo'layotgan paytidagi berilgan bombalarni tayyorlash ko'rsataman. O'tgan safargi o'yinga tayyorlash boshlaguncha beriladigan edi. Bular o'yinga tayyor bo'layotganda beriladigan bombalar. Mana ukalar o'zi qo'ying, katelarimiz bityapti, to'g'rilasa. Yangi katelar bityapti. Mashqni bitirib, bitta chiroyli bir a'zo bo'lib beramaslar. Ukalar mana endi okey, bitta ko'rsataylik bu narsalarni. Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim. Birinchi o'rinda pistamiz, mayizimiz, keyin semichkani mag'izi, yong'oq, yer yong'oq, ashqovoqli urug'i. Mana bu narsani ichida o'zi aka-ukalar 10 xil 15 xil narsa bor. Bu narsa обязательно qo'shilishi kerak. Bu tayyorlanayotgan paytda bo'ladi. Keyin mana semichka nima? Gapim chalkash. Sedana aka-ukalar, sedanani oqi qorasini qo'shsalar ham bo'laveradi. Juda katta effekti bor. Endi bularni effektini sizlarga aytsam, mana bu narsa qonini ko'paytiradi, quvvat beradi, mana semirtiradi, yer yong'oq bilan mag'iz semirtiradi. Mana tulovlarni chiroyli qilib kiygizadigan narsa. Endi bunda hamma yo'q bor, banangacha bor. Aka-ukalar buni hammasini bitta chiqarib olamiz, mana apparatimizda bitta chiqarib olib turib, keyin mana bu narsa bor, buni apparatda chiqarib olgandan keyin aytaman, nimaligini ko'rasizlar. Mana hozircha pauza qilamiz, chiqarib olib. Mana aka-ukalar hammasini aralashtirib olasizlar. Mana shu holatga kelingizlar. Hammasini aralashtirib olib turib, keyin apparatga solasizlar buni. Mana aka-ukalar mahsulotimizni hammasini aralashtirib chiqarib oldik. Mana keyin mana buni hali sizlarga aytaman dedim. Bu zanjabil kuni bo'ladi. Biroz yog'ini bergani, quvvat oshirgani, narsa kuchli narsa. Mana shundan bir qoshiq shuni sachib olasizlar. Ko'p emas, bir qoshiqni sachib turib, shuni aralashtirib olasizlar. Mana yaxshilab aralashtirib turib, demisizlar o'zi yog'i bor mana. Yog'ini chiqishini qaranglar, aka-ukalar, mana qo'llarini yaltirab olyapti. Yog'ini chiqishini qaranglar, mana buni holatga bitta olib kelsalarning. Mana shu holat mana bitta barmoqqa misol qilib keltirganda, aytchalikdan kuniga bittasi bitta xo'rozga bemalol yetib oshadi. Mana qilib tayyorlab olsalaring, mo'ljallaring bo'ladi, o'zlaringni hisoblaring chiqadi. Mana shunaqadan kuniga bitta xo'rozga bitta dona, yarimta ertalab, yarimta kechqurun xo'lasalaring, bir mahal beraverasizlar. Hozircha bor ma'lumotlar shu aka-ukalar. Like, podpiska bo'lishingizdan chiqmasin, hammalaringiz sog' salomat bo'ling.